Fazanlarning qo'y bir tuqumlarini maxsus it rizig'i uchun urshitadilar. Hamadishinlarning shaxsiy xo'jaligida esa ularning dekorativ turlarigina yashay. Birida fazanlarning bir necha turi bor. Kumush fazan, oltin fazan, limon fazani, korol fazanlari. Har tuqum o'zinchalikli, ko'z yovun olirliq motor. Ammo bu qirg'iy qushlarning xulqlari agressiv bo'ladi. Shitlikni ochsang shundoq ushib ketalar ekan. Qozda motor, fazanlar endi ikkinchi turli motor, ular mini приходливый deb aytalar bit endi. Ularga ezrak osharga kerak, qorarga minimum nega kerak? Xizmat kerak endi. Fazanlarning hozir shibi chiqara turgan vaqti. Har pishmoqda deyarlik ona fazan o'tira. Shibilar 25-30 kun ishida chiqa. Fazanlarning yumurtqalarini tilasa qo'ya solib qoldiruga odati bor. Xo'jalar ularni jiyib olib, inkubatorga o'rnashtira. Xo'jalikda tavis, ya'ni pavlinlar da yashay. Ularni fazanlar bilan bir yo'li Boshqirdistondan olib qaytgan bo'lganlar. Tavislarni motor quyrug'idan tanıymiz, ammo motor quyruq ota tavislarga g'ana xos. Ular quyruq bilan ona qushlarning e'tiborini jalb etadi, lekin tavis quyrug'in 3 yosh to'lg'achqina jaya. Xo'jalikda hali turli tuslardagi mandarin o'rdaginda ko'rilga bo'la. U bir o'zi qolgan, chunki ona o'rdak chiqib qochgan. Hozir ona iptashga ikkinchi ona o'rdak olib qaytirga kerak. Onları biride tuqumlu tovuqlar, xalmagor tuqumlu qiybatli qozlar da bor. Bular parodesti, şuşlardan qo'shib bütün parodalar chaqiraladi. Anan o'z sotib oluvda xalqida qiybat qozlarning, bunday xalmagorlarning. Bular motorroq bitin. Hamadishinlar dekorativ qushlarni ko'ngil uchun shug'ul bo'laroq qina osray. Ko'plab chiqqan fazan qushchuqlarini do'st ishlarini to'ratib bitirganlar. Ular hisobına kirim olu ko'zda tutilmay. Leysan Sabirova, Dinar Minhajev, Muslim televideniesi.